Xonlik sog' bo'lsin. Okey. Rozi bo'laylik. Siz ham rozi bo'ling. Okey, videoga olmayman. Qarshilik videoga olmayman. Okey, noto'g'ri tushunmasangiz. Bemalol aka. Xo'p. Mana necha yildan beri Instagramdan kuzatib yurardim sizni. Aha. Xudo xolasa shu men o'zim borganda aloqaga chiqaman, gaplashaman deb. Aha. 2 oy oldin borganimda telefon qilib, o'sha men o'chirtga navbatga yozilib, anaqa qiluvdim, gaplashuvdim men tez bilan. Aha. Xudo xolasa xizmatinglarni ko'rib, videolarni ko'rib yuruvdim. Xudo xolasa yaxshi bo'lsa, issiq bo'ldi Xudo xolasa videoga uchun. Hozir adrezlarga gaplashdim. Adrezga aytib o'tirib, uylar sizda hamma yoq yaxshi deb o'tirib, Xudo xolasa yana tekshirib, amakizga adrezlarga tushuntirib ketamiz, aka. Ha, bo'ldi aka, xizmatinglarga rozi bo'linglar, kattakon rahmat. Sizlar ham rozi bo'ling, okey. Chet ellarda xizmatda ekansiz, okey. Mabodo Toshkentga kelsangiz yana xabarlashamiz, okajon. Yaxshi yetib keling. Sog' bo'ling, okey. Xo'p, sog' bo'ling. Ishlar rivojini bersin, Alloh barakasini bersin. Rahmat, okey, rahmat, xo'p. Xo'p, okalar, bu yoqqa biza dokumentini katalog qo'yib berganmiz. Ancha oldin yozdirib qo'yishuvdi. 500 kvadratli dokumentini katalog sistemalarini boshqatdan qilib berganmiz. Amaki uylisidimi, yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. O'g'lingiz baraka topsinlar. Shu chet eldan turib, zakaz qildilar. Xudo xolasa chiroyli qilib, ana qishda ham muammo bo'lmagan qilib berdik. O'g'lingizni duo qilib qo'yasiz. Bunaqa o'g'illar ko'paysin. Bunaqa o'g'illar ko'paysin. Xo'p, bularda to'pli polam bor. To'pli pola ham sifatdami aka? Boshladi ishlashni. Mana, bu yoqqa ham to'pli pol ketgan. Bularni to'g'irlab, perderga qilib, boshqatdan qilib montajlarni qilib berdik. Xudo xolasa amaki, muammo bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Mabodo, Xudo xolasa hamma yo'ni, Xudo xolasa qishdan chiqib olasizlar, yaxshi qilib ketdik. Okalar, aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh Xudo xolasa vaziyatga qarab qilib beramiz. O'chirtma hamma keyin borib. Obratni klapni qo'yinglar. Ko'pchilik qo'ymayotgan ekan, qo'yinglar akalar. Mana shu juda zarur narsa. Issiq suv chiqib ketyapti, sovuq suv kiryapti. Sovuq suv qaytib ketmasligi uchun obratni klapni qo'yiladi. O'zlarida menimcha mana turuvdi. Amaki mana turuvdi. Mana buni olib tashlab, Xudo xolasa idealniy qilib bizani o'zimizni bolalar qilib beradi. Biza misol o'zimiz brigadamiz bor, biz o'zimiz qilamiz. Komandani men beraman, bolalar montajini qilishadi. Inshaalloh okalar aloqaga chiqaverasizlar, idealniy qilib ishlarni bitkazib beramiz. Hozirgi kunda ko'payib ketgan, katolchilar ham ko'payib ketgan, hamma ko'payib ketgan. Yaxshi foyda qoladi deb reklamani qilib yotibdi, lekin noto'g'ri sotib, zarari, ya'ni uy egasiga bo'lyapti. Xudo xolasa, okalar aloqaga chiqaverasizlar. Bu yoqqa 500 kvadratli kontraktor qo'yildi. To'pli pol ham bor, batareya ham bor bu yoqda. Xudo xolasa, mana graduslar уже ko'tarilyapti. Bo'l, amaki uylar qizib ketgan bo'lsa o'chirib qo'ying, sovuq payti yo'q. Yo bo'lmasa mana pasaytirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ha. 2 qo'yasizmi? Bo'ldi, mana 2 ga qo'yib qo'ydim amaki. Bo'ldi. Uy zax bo'lmaydi. Sovib ketgan paytda bundoq 4 ga 5 ga qo'yaverasiz amaki. Sekin o'zi ligirovka qo'yadi. Mana chiqib ketmasin faqat. Mana chiqib ketmasin. Mana mashina ligirovka, orqaga qilsangiz mana 3 ga bo'ldi. Bo'ldi. Xudo xolasa ishlayveradi. Mana. Okalar orqaga chiqaverasizlar, Xudo xolasa ishlarni idealniy qilib bitkazib beramiz. Dokumentimni abdomeni zo'ri chiqqan hozir. Xudo xolasa orqaga chiqarsanglar, dastlabki xizmatimiz Toshkent shahri bo'ylab tekin. Polni izolyatsiya qilib, polni qilib berganmiz. Xo'p, batareya o'zlarida bor edi, buni ham montaj qilib berdik. Ya'ni, mana importida orqasi yorilib ketgan ekan, ana mana paytda. Uy polni mana ortib qo'ygan narsalarni okamizga